Assalomu alaykum, dasturlarimiz davom etadi. Ma'lumki, milliy til har bir xalqning tarixi va o'zligini ruhiy ma'naviy dunyosini o'zida aks ettiradigan tengsiz boylikdir. Qadimiy tariximizning eng og'ir va sinovli davrlarida ham bizni yagona xalq sifatida birlashtirib, azaliy qadriyatlarimizni asrlar osha bezavor saqlab kelayotgan ona tilimizni har qancha ardoqlasak, ulug'lasak arziydi. Bugungi kunda yurtimizda davlat tilini rivojlantirish, uning nufuzi va mavqeini oshirish, xalqaro miqyosda keng targ'ib etishga qaratilgan katta ishlar amalga oshirilyapti. Xususan 21 oktyabr o'zbek tili bayrami etib belgilandi. Davlat tilini rivojlantirish bo'yicha prezidentimizning 10 dan ortiq farmon va qarorlari qabul qilindi. Bugun shular haqida suhbatlashamiz. Studiyamizga ekspertlarni taklif etganmiz. Ular bilan tanishtirib o'taman. Inomjon Azimov, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi direktori, filologiya fanlari doktori, professor. Dilrabo Andaniyozova, filologiya fanlari doktori hamda O'rinboy Boboyorov, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi bo'lim boshlig'i, shuningdek biz bilan ma'naviyat targ'ibotchilar jamiyati a'zosi, pedagogika fanlari doktori, professor Nilufar Yo'ldosheva onlayn muloqotda bo'ladilar va bir qator savollarimiz bor. Hurmatli ekspertlar, studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat. Nilufar opa, assalomu alaykum. Siz bilan keyinroq savollarimiz bor. Siz bilan keyin gaplashamiz. Hozir esa studiyadagi ekspertlarimizga bir qator savollarimizni bermoqchiman va muloqotimiz davomida biz bilan doimiy muloqotda bo'lib turasiz. Efirimizni, suhbatimizni tomosha qilib turishingiz mumkin. Albatta, rahmat. Hurmatli ekspertlar, bugun 21 oktyabr o'zbek tili kuni. Bu kunni bayram sifatida keng nishonlaymiz. Til millatning ruhi deyishadi. Bunda nimani tushunamiz? Davlat tili sifatida o'zbek tilining jamiyatdagi o'rni haqida nima deysiz? Dastlab Inomjon aka, sizdan boshlasak, marhamat. Darhaqiqat to'g'ri aytdingiz. Til millatning ruhi deymiz. Til millatning pasporti deymiz. Bular hammasida albatta jon bor, chunki til bor ekan shu millat yashaydi. Agar til yo'q bo'ladigan bo'lsa, u millat o'z-o'zidan tanazzulga yuz tutadi. Tarixda misollar juda ko'p bunga. Shuning uchun har bir davlat o'zini tilini avaylab asrashga, uni demak, mavqeini ko'tarishga har doim harakat qilib keladi. Jumladan o'zimizda ham mana 2019-yildan keyin mana shu o'tgan 6 yilga e'tibor beradigan bo'lsak, juda katta ishlar amalga oshirildi. Mana o'zi ham aytib o'tdingiz. Bu davr mobaynida mana prezidentimizning ikkita juda katta farmonlari e'lon qilindi. Ayniqsa men alohida ta'kidlayman, mana shu 2020 oktyabrdagi o'zbek tilini yanada rivojlantirish, til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 684-farmon. Mana shu farmon asosida o'zbek tilini 2030-yillargacha rivojlantirish konsepsiyasi tasdiqlangan. Har bir 7 bo'limdan iborat juda katta konsepsiya bu. O'sha 30-yillargacha nima ishlar qilish kerak, xorijda nima ishlar qilish kerak, uni mavqeini ko'tarish uchun, o'zimizda mana shu ta'lim sohasida yoki jamiyatning turli sohalarida o'zbek tilini keng targ'ib qilish bo'yicha qanday ishlarni amalga oshirish kerak, hammasi o'sha farmonda o'z ifodasini topgan, konsepsiyada o'z ifodasini topgan. Bundan tashqari mana to'g'ri ta'kidladingiz, demak, mana bu yil 4-yil 5-20 oktyabrdan boshlangan bu. Hurmatli yurtboshining tashabbuslari bilan 21 oktyabr endi o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlayapmiz. Ungacha biz o'zbek tiliga davlat tili maqom berilgan kun sifatida nishonlab keldik. Mana endi bu kunni biz o'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlab kelgan. O'zbek tili alohida ta'kidlanyapti bu joyda. Bundan tashqari mana o'sha Vazirlar Mahkamasining 20 ga yaqin davlat tiliga oid qarorlari bor. Bular hammasi o'sha davlatni rivojlantirishga qaratilgan o'sha qarorlar. Men ba'zilarini aytaman, mana kuni kecha e'lon qilingan o'sha Vazirlar Mahkamasining qarorida o'sha stansiya, vokzal, razyezd nomli 320 ta nomni milliylashtirish bo'yicha alohida qaror, ya'ni o'zbekcha nom berildi. Bir so'z bilan aytganda, mana asta-sekinlik o'sha 60-84-farmon ijrosi bajarilyapti, bemalol ayta olamiz. Rahmat Inomjon aka. Endi biz Dilrabo Andaniyozovani ham taklif qilganmiz, filologiya fanlari doktori. Siz ham bevosita yoshlar bilan ishlaysiz. Bugungi tilimizga berilayotgan e'tibor, bugungi bayram haqida sizning fikrlaringiz, mulohazalaringiz, marhamat. Va juda ko'p tadbirlar bugun yurtimiz bo'ylab tashkil etilyapti. Faqat poytaxtimizda, butun respublikamizda qaysi bir jamoaga bormang, bugun katta bayram tantanani ustidan chiqasiz. Albatta, rahmat. Avvalo ta'kidlashim kerakki, bu o'zbek tili, bu o'zlik bayrami. Mana shu qutlug' bayram arafasida kuni kecha yurtboshimiz tomonidan qabul qilingan qarorda bevosita men faoliyat yuritayotgan Fanlar akademiyasi, O'zbek tili adabiyoti va folklori instituti zimmasiga yuklatilgan bir yaxshi bir jihatlar bor edi. Bunda o'sha ona tili
qomus kitobini yaratish masalasi qo'yilgan ediki, bu o'z paytida qabul qilingan juda muhim qaror sifatida biz institutimiz olimlari juda xursand bo'lib qarshi oldi. Ya'ni bugungacha o'zbek tilida yaratilgan kitoblar juda ko'p, juda sifatli yaxshi kitoblar bor, ustozlarimiz tomonidan yaratilgan va unga qadar yaratilgan. Biroq mana bu yangi nashr qilinishi ko'zda tutilgan kitob mavjud manbalarni to'ldirgan holda, kengaytirilgan holda, zamonaviy ilm-fan yangiliklari tatbiq qilingan holda, izohlar, boshqa jihatlar kengaytirilgan holda nashr qilinishi bu faqat tilimizning yutug'i, millatimizning ilm-fan sohasidagi bir rivojini yanada ko'rsatadi. Bundan tashqari Fanlar akademiyasi o'zbek tili va adabiyotida o'sha buyuk qadriyatlarimiz bo'lgan 3 ta jihat, til, adabiyot va folklor ilmiy jihatdan tadqiq qilinadi va bu tashkilotda o'z sohasini fidoyilari, o'z sohasini bir akademik ustozlari faoliyat yuritadi. Mana shu ustozlar tomonidan mana aytganingizdek juda katta tilimiz rivoji uchun xizmat qiluvchi lug'atlar, izohli lug'atlar, sinonimlar lug'ati, o'sha prezident farmonini bajarish bilan bog'liq bevosita katta loyihalar amalga oshirilmoqda. Kuni kecha bizning institutimizda ham mana shu o'zbek tili bayrami juda keng nishonlandi, ilmiy anjuman tashkil qilindi. Yangi tilshunoslikdagi, zamonaviy tilshunoslikdagi yangi sohalar, yangi tadqiqlar bo'yicha juda yaxshi ma'ruzalar tinglandi va bu biz yoshlarga tilimizning kelajagini yanada kelajagi da bir yorqin jihatlarni ko'rish imkonini beryapti. Ustozlardan juda ko'p ma'lumotlarni olish imkonini beryapti. Demak, bu olimlar zimmasiga juda katta bir mas'uliyat yuklaydi, chunki yoshlar bilan mana muloqotlar o'tkazilganda ham ularni yangi ma'lumotlar bilan, yangi manbalar bilan tanishtirish kerak bo'ladi. Buning uchun ishlash kerak, oldinga qo'yilgan vazifalarning ijrosini ta'minlash kerak va o'zbek tili bayrami kuniga qadar demak bir yangi loyihalarni biz yurtdoshlarimizga, yoshlarimizga taqdim etishimiz kerak bo'ladi. O'rinboy aka Boboyorov davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi bo'lim boshlig'i. O'rinboy aka, siz ham bevosita jarayondasiz va ushbu markaz zimmasiga qanday bir vazifalar belgilangan? Bugun qanday yutuqlarimiz bor? Oldimizda qanday vazifalar bor? Soha xodimlarini bugun ahil bo'lib, inoq bo'lib va fidoyilik bilan qanday bir yangiliklarni yaratishyapti markaz? Albatta bu xususda to'xtalishdan oldin shu markazni tashkil qilish bo'yicha ozgina gapirib o'tish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. 2020-yil 3-martda Vazirlar Mahkamasining 117-sonli qarori bilan davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi, shuningdek uning viloyatlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasida hududiy bo'linmalari o'z faoliyatini boshladi. Markazning demak asosiy vazifasi etib davlat tashkilotlari xodimlarini, rahbar xodimlarini birinchi navbatda o'sha davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish, o'zbek adabiy tilining yozma hamda og'zaki me'yorlarini o'rgatish masalalari va bu yo'nalishda qisqa, ya'ni 1 oylik kurslarni tashkil qilish asosiy maqsad qilib belgilandi. Shuningdek, mazkur qarorning 6-bandida belgilab qo'yilgandek, o'sha band bo'lmagan yoki bo'lmasa vaqtincha band bo'lmagan, uyushmagan aholini ham demak o'zbek adabiy tilining yozma nutq me'yorlariga o'rgatish masalalari ham to'xtatilgan. Demak, qarorda bugungi kunga qadar o'sha uyushmagan aholi qatlamining vakillarining 2000 dan ortiq vakillari demak o'zbek adabiy tili yozma nutq me'yorlariga o'rgatildi. Shuningdek, birinchi yo'nalish bo'yicha o'sha davlat tashkilotlari xodimlarining demak 50 mingga yaqin, ya'ni respublika miqyosidagi bu raqamlarga e'tibor qaratilyapti. Demak 50 mingga yaqin demak o'sha rahbar xodimlar o'sha markazda tashkil qilingan o'quv kurslarida tahsil oldi hamda o'sha davlat namunasidagi sertifikatlarga ega bo'ldi. Shuni ta'kidlab o'tishimiz kerakki, bizni o'sha o'quv dasturlarimizda asosan o'sha 3 ta modul bo'yicha zamonaviy darslar beriladi. Birinchi modulimiz lotin yozuviga asoslangan alifboni mukammal o'rgatish. Ikkinchi modulimiz demak o'zbek adabiy tili me'yorlari va shuningdek bugungi kunda ham dolzarb bo'lib turgan 3-modulimiz bu davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish. Ya'ni o'sha tashkilotlarda rasmiy idoraviy uslubda hujjatlashtirish ishlarini davlat tiliga moslagan holda, davlat tili me'yorlariga, davlat tili o'sha me'yorlariga bo'ysungan holda va shuningdek o'sha o'zbek adabiy tilining asosiy imlo qoidalari doirasida
va hujjatning o'ziga yarasha o'sha zaruriy qismlariga talabga javob bera oladigan tarzda yuritishga o'rgatib kelinmoqda. Demak, bu idora va tashkilotlar xodimlarini, rahbarlarini demak ish yuritishida juda muhim ahamiyatga ega, chunki juda bir qator vazifalar yuklangan sizlarga. Endi keling, Nilufar Yo'ldosheva, pedagog fanlari doktori, professor bilan bog'lanamiz. Nilufar opa, assalomu alaykum yana bir bor. Yaxshimisiz? Mana studiyamizga taklif etilgan ekspertlarimizni fikrlarini tinglab boryapsiz. Sizda qanday fikrlar bor? Bugungi tadbirlar qanday o'tayapti va yoshlar bilan ishlash bo'yicha qanday bir yangi loyihalar bor? Marhamat. Rahmat, juda ham bir dolzarb masala yuzasidan fikrlar bildirilmoqda. Biz jamoamiz bilan Toshkent iqtisodiyot va texnologiyalar universiteti jamoasi sizlarning har bir chiqishinglarni biz intizorlik bilan kutamiz va bu o'rinda ko'tarilayotgan mavzularning dolzarbligi yoki bo'lmasa aynan bugungi kunning gapi ekanligiga ham alohida to'xtalib o'tmoqchiman. Darhaqiqat kuni kechagina muhtaram prezidentimiz tomonidan o'sha davlat tilini yanada rivojlantirish masalasiga qaratilgan qaror va mana shu qarorning ijrosi bugun mamlakatda yashayotgan o'z ona tiliga bo'lgan o'sha munosabati yuqori bo'lgan har bir inson uchun bir tarixiy voqelik bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Darhaqiqat biz bugun oliy ta'lim muassasasida faoliyat olib borishimiz jarayonida bo'lajak pedagoglar uchun yoki bo'lmasa boshqa kasb egalari uchun, yetakchi iqtisodchilar uchun yoki bo'lmasa informatsion texnologiyalarda faoliyat olib borayotgan jamiki bo'lajak kadrlar uchun nihoyatda muhim vazifalar belgilanganligi bizni quvontirdi. Ayniqsa biz yaxshi bilamizki, bitta narsaga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Bugun dunyo jadal rivojlanmoqda. Ta'limga bo'lgan e'tibor, ta'lim jarayonidagi ma'naviyat bilan bog'liq bo'lgan o'sha milliy qadriyatlar ruhiyatiga singdirilgan davlat tili, uning mavqei, uni rivojlanishi uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar yangi O'zbekiston bizning mamlakatimizda mavjud ekanligi yoki bo'lmasa yana bir jihatga biz juda ham bir ko'tarinki kayfiyat bizga bag'ishladiki, mana shu qarorni o'rganishimiz jarayonida, o'qishimiz barobarida bugun barcha vazirliklar uchun alohida vazifalar qo'yilganligi. E'tibor bering, maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi uchun, oliy ta'lim fan va innovatsiyalar vazirligi uchun va boshqa o'sha axborot kommunikatsion texnologiyalar yo'nalishlari va boshqa vazirlik mutasaddilar uchun ham alohida bir vazifalar belgilandiki, bu vazifalarning pirovard maqsadi bitta narsaga qaratilgan. U ham bo'lsa, yetuk, ma'rifatparvar, ma'naviyatli, vatanparvar shaxs kamolatiga bo'lgan e'tibor deb qarasak bo'ladi. Nilufar opa, rahmat. Biz suhbatimiz davomida yana siz bilan muloqot qilamiz. Sizga bir qator savollarimiz bor. Endi studiyamizdagi ekspertlarga yuzlanamiz. Yurtimizda o'zbek tili bayrami keng tantana qilinayotgan shu qutlug'larda prezidentimizning davlat tilini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori imzolandi. Hujjat bilan qator yangiliklar joriy etilyapti. Bu vaqtda Nilufar opa ham qisman to'xtalib o'tdilar. Xususan, davlat tilini yanada rivojlantirishning asosiy maqsadlari belgilandi. Shu haqida sizning fikrlaringizni bilmoqchi edik. Inomjon aka, marhamat. Rahmat. Haqiqatda to'g'ri ta'kidladingiz. Mana shu o'zbek tili bayrami kuniga bu juda yaxshi sovg'a bo'ldi. Undan avval men bitta narsaga to'xtalmoqchi edim. Mana yaqin 3-4 kun avval bu ham juda katta bir shov-shuvlarga sabab bo'ldi va e'tiroflarga sabab bo'ldi. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning o'sha Buyuk Britaniya tashrifi doirasida Oksford universitetida o'zbek tilini o'qitishni tashkil etilishi bu juda katta narsa-da. Chunki o'sha Yevropaning qadimiy universitetida o'zbek tilini o'rgatilishi bu o'zbek tilini o'sha juda jahon miqyosiga chiqayotganidan bir yaqqol dalolat deb ayta olamiz. Va keyingisi mana siz aytgandek, kuni kecha yurtboshimizning o'sha davlatni yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorlari juda katta bebaho sovg'a bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Bu men qaror to'liq o'qib chiqdim va bu yerda bizning markazga ham alohida vazifa yuklatilgan. Bu vazifa o'sha mana bilamizki, xorijdan juda ko'p talabalar bizga oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kelyapti
mana shu talabalarni o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha bizga alohida vazifa yuklatildi. Bu vazifani biz avvalo boshlaganmiz. Bu jarayonni aytmoqchi bo'lganim, mana O'rinboy bizni markazimiz haqida gapirganda asosan ikkita o'quv kurslari haqida gapirib o'tdi. Biz bundan tashqari mana shularni davom ettirib, biz o'zga millat vakillari uchun o'zbek tili kurslarini tashkil qilganmiz. Vazirlik idoralari xodimlari uchun arzimagan bir o'zi nimasi bor, to'lovi bor. Lekin o'tgan yil xuddi shu paytda biz o'zimiz markaz tashabbus bilan chiqdikki, keling uyda o'tirgan o'sha o'zga millat vakillari uchun o'zbek tilini bepul o'qitamiz deb. Biz e'lon berdik. Shunday ilovalar ham bor. Inomjon aka, biz ko'p til o'rgatadigan ilova rahbarlar bilan muloqot qilganimizda aytishadiki, bugun nafaqat biz xorijiy tillarni yoshlarga o'rgatamiz, balki shunday xorijdan taklif tushyaptiki, o'zbek tilini o'rganishga bugun ishtiyoq bilan xorijliklar bugun o'zbek tilini juda katta bir ishtiyoq bilan o'rganishga bizga murojaat qilishyapti va o'rganishi boshlanishgan mana shu ilovalar orqali bepul tarzda til o'rganishyapti. Albatta, shu e'lon berganimizdan keyin biz o'yladik, unaqa nima bo'lmasa kerak, ko'p odam kelmasa kerak. Bilasizmi, u odam yog'ilib ketdi. Shu telefon qo'ng'iroqlar tinmadiki, mana shu o'tgan yil, mana shu oktyabr oyida biz soat 11 dan kechki 6 gacha shu o'quv kurslarini 3 ta jarayonda olib borishga majbur bo'ldik. Yoshi 65-70 dan oshgan qariyalar kelib o'qidi-da. Nima kelyapsizlar deb so'raganda biz O'zbekistonda tug'ildik, biz O'zbekiston umumiy uyimiz. Biz ham o'zbek tilini o'rganishimiz kerak. Qo'shnilar bilan men muloqot qila olmayapman. Mana shu kurslarni ochganda yaxshi bo'ldi degan e'tiroflarni eshitdikki, demak, tanganing ikkinchi tomoni ana shu o'zga millat vakillari uchun demak shunday kurslarni kam ekanligi ham yoki bo'lmaganligi. Demak, yana ham ko'paytirish kerak. Bu oldimizga mana davrning o'zi taqozo etyapti. Nilufar opa, hujjatda davlat tili imkoniyatlaridan samarali foydalanishga erishishga qaratilgan qator tadbirlar nazarda tutilgan. Xususan 2020-2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasini 2025-2026-yillarda amalga oshirish dasturi tasdiqlandi. Dasturdan nimalar o'rin oldi? Aynan mana shu o'rinda biz juda bir ishtiyoq bilan mana shu qarordagi belgilangan vazifalarni o'qib o'rganib bormoqdamiz. Aynan bu yerda davlat tili ilm-fan tili sifatida uning nufuzini oshirish masalasi birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda yana shu narsaga e'tibor berish kerakki, darsliklarning yangi avlodini yaratishda qardosh xalqlar, millatlar uchun yetarli bir o'rganishiga yetarli bo'lgan pedagogik o'quv qo'llanmalar avlodini yaratish masalasi, darsliklar yaratish masalasi va shuning bilan birgalikda mana shu o'rinda bizni boshqa davlatlarda yashaydigan vatandoshlarimiz, ularning farzandlari uchun o'zbek tilini o'rganilishi mukammal bo'lgan milliy kontentlarga to'yintirilgan, boyitilgan o'ziga xos bo'lgan videolar, roliklar, audiolar va shuning bilan birgalikda milliy kontentlar yaratish masalasi ham bu yerda juda bir dolzarb masala sifatida qo'yilgan. Ayniqsa shu o'rinda ta'kidlash lozimki, informatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga kirgizish va integratsiya qilish masalasi. Bu yerda biz e'tibor beramiz, ana shu joyida zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan va bugun o'ziga xos bo'lgan infografikalar bilan juda ham o'sha bolaning yoshiga, uning dunyoqarashiga yoki bo'lmasa uning qiziqishlariga motivatsiyalar bera oladigan manbalar bilan boyitilgan mana shunday milliy kontentlarni yaratilishiga qo'yilgan vazifalar, men o'ylaymanki, bugungi kun pedagoglarni ayniqsa o'sha dasturiy ta'minoti bilan ta'minlashda faol ishtirok etadigan ko'p sonli pedagoglar uchun ham dolzarb vazifa sifatida belgilasak bo'ladi. Pedagoglarimiz zimmasiga juda ham katta vazifalar yuklanyapti, chunki bolalarimiz, farzandlarimiz bilan ishlashadi. Hujjatning yana bir ahamiyatli jihati, unda maktabgacha ta'limdan to oliy ta'limgacha bo'lgan jarayonda o'zbek tilini o'qitish sifatini oshirish bilan bog'liq keng qamrovli tadbirlar belgilab berildi. Rahmat, mana shu o'rinda bugun bizning maktablarimiz 7 ta tilda agar faoliyat olib boradigan bo'lsa, qardosh o'sha tilli bolalarimiz uchun ham davlat tilini o'rganish yoki bo'lmasa bolaning yoshiga, uning fiziologiyasiga mos bo'lgan milliy ta'lim dasturlari asosida yaratilgan o'sha milliy kontent bilan boyitilgan mana shunday manbalar, darsliklar, rasmli, izohli lug'at, mening kichik ilk lug'atim nomli kitobni chop etilishi masalasi bu yerda alohida ko'rsatib o'tilganligi ham men o'ylaymanki, uzluksiz ta'lim tizimidagi barcha o'sha ta'lim fidoyilari uchun juda ham bir mas'uliyat deb bilaman.
Rahmat Nilufar opa. Qarorda 2026-yil 1-yanvardan respublika darajasidagi davlat organlari va xo'jalik birlashmalarining markaziy apparatlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar, tuman, shahar hokimliklarida rahbarning ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchisi lavozimi joriy etiladi. Inomjon aka, bundan qanday natija kutilyapti va bu qanday vazifa yuklanadi? Ishlarimizni faollashtirishda qanday ahamiyatga ega bu jarayon? Albatta, bu lavozim aslida bor edi. Chunki o'sha prezidentimizning 2019-21 oktyabrdagi o'zbek tili davlat tili sifatida nufuzi va makonatuvidan o'sha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni ijrosi bo'yicha shu vazirlik idora tashkilotlarida o'sha mana shu davlat tili bo'yicha maslahatchi lavozim joriy etilgan edi. Lekin keyinchalik shu jarayonda shu qisqartirish masalasi ko'rildimi. Shunday bo'lgandan keyin mana bu aytishimiz mumkin, bu yangi tashkil bo'layotgan lavozim emas, aslida bor lavozim. Bu lavozimda o'sha maslahatchilar mana 5 yildan beri ishlab kelishyapti. Haqiqatda bu juda katta bir armiya deb aytishimiz mumkin. O'sha viloyatlarda ham, bu vazirlik idoralarida ham bularni o'sha bekorga bu lavozim joriy qilinmagan edi va shu bo'yicha mana 5 yil ichida davlat tilini o'sha tashkilotlarda haqiqiy o'rni egallashda mana shu maslahatchilar juda katta vazifani bajarishdi. Bor ularning faoliyatiga va yana ham takomillashish kerak bu faoliyat. Bu qaror bilan bu yana ham takomillashyapti. Yana ham bu maslahatchilarga yana hamda kengroq mas'uliyat yuklanyapti. Yanada kengroq vazifalar yuklanyapti. Qarorda xorijdagi vatandoshlarning bolalari uchun til markazlarini ochish, Ibrat farzandlari loyihasi bilan hamkorlikda alohida sun'iy intellekt yordamida o'zbek tilini o'rgatish modulini ishga tushirish bilan bog'liq vazifalar ham belgilab berildi. Shular haqida to'xtalsak, marhamat. Albatta, men aytib keta qolay. Mana o'sha yoshlar ishlar agentligi tomonidan Ibrat farzandlari loyihasi ancha yillardan beri amalga oshirilib kelinmoqda. O'sha yoshlarimizga chet tillarini o'qitish bo'yicha bu Ibrat farzandlar loyihasi juda katta ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Buni yurtboshimiz ham alohida ta'kidlab o'tdi. Shuning uchun bu qarorda endi alohida vazifa qilib bularga ana shu Ibrat farzandlar loyihasiga alohida vazifa yuklanyaptiki, endi chet eldagi o'sha vatandoshlarimizga ham o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha bularga alohida vazifa yuklanyapti. Chunki biz markazimizga ham juda ko'plab murojaatlar bo'lgan. Masalan, AQShda yashovchi o'zimizni o'zbek oilalari farzandlarini o'sha o'zbek tiliga o'rgatish bo'yicha mana biz Alisher Navoiy nomli O'zbek adabiyot universiteti bu bo'yicha juda katta ishlarni ham amalga oshirib kelyapti. Mana shu endi bu yerda eng asosiy muammo ularga o'sha yosh darajasiga mos darsliklar, o'quv qo'llanmalar yoki yaratish masalasi turibdi-da. Mana shu demak bu qaror asosida bu vazifalar ham o'zini ijrosini topadi deb o'ylayman va bu ham o'sha xorijdagi vatandoshlarimiz uchun o'zbek tilini o'rganish uchun juda katta yaratilgan sharoitlar, imkoniyatlar deb ayta olaman. Bu shu vatandoshlarimizning, demak, xorijdagi vatandoshlarning bolalari uchun juda katta o'sha imkoniyatlarni yaratadi. Tilni mukammal o'rganib, soha vakillaridan, mutaxassislardan, ustozlardan o'rganish, demak, imkoniyatlari demak yaratiladi. Ibrat farzandlari loyihasi ham yana ham mana yuqorida aytganimizdek, o'sha sun'iy intellekt yordamida o'zbek tilini o'rgatish modulini ishga tushirish bilan bog'liq vazifalarni amalga oshiradi. Bugun bayram, dasturimiz so'ngida xulosaviy fikrlaringiz O'rmon aka, marhamat. Qanday vazifalar oldimizda belgilab oldik? Qanday jihatlar sizni e'tiboringizni tortdi? Bugungi tadbirlardan qanday xulosa qildingiz, marhamat? Albatta, yuqorida ta'kidlab o'tilgan qaror bayramga bir tuhfa bo'ldi deb aytishimiz bemalol mumkin. Lekin shu bilan birgalikda mutaxassislar, ayniqsa o'sha tilchilarimiz, adabiyotchilarimiz, umuman til sohasiga e'tiborsiz bo'lmagan har bir inson uchun juda katta bir mas'uliyat ham yukladi. Bu mas'uliyat yuqorida ta'kidlab o'tildi, albatta o'sha maktab davridan, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasalaridan boshlab toki oliy ta'lim muassasalarigacha bo'lgan davrni va yoshlarimizni o'sha tahsil davomini o'zida qamrab oladi va shu bilan birgalikda har bir o'sha bosqichda ularning o'zlariga, yoshlariga va o'sha ma'lum ma'noda yo'nalishlarga mos ravishdagi o'sha dasturlarni, darsliklarni, qolaversa o'sha lug'atlarni yaratish bugungi kundagi eng o'sha asosiy dolzarb masalalardan biri sifatida qaraladi. Dilrabodan so'ramoqchi edim, qanday vazifalar turibdi? Qanday bir yangiliklarni yurtdoshlarimizga bugun ayta olasiz? Qanday loyihalar ustida ishlanyapti bu orada? Avvalo o'sha tilning ahamiyati haqida juda uzoq gapirish mumkin. Tilning ta'limdagi o'rni, tilning oiladagi o'rni, tilning jamiyatdagi o'rni,
tilning mana hozir ta'kidlangandek fan tili darajasi haqida ko'p gapirish mumkin. Biz kecha qaror chiqqanda jamoadagilar bilan juda bir kengashdik, fikrlashdik. Chunki qarorning o'sha 5-bandida aynan Fanlar akademiyasiga yuklatilgan yana bir vazifa bor ediki, bu o'zbek tili milliy qomusini elektron variantini yaratish. Albatta bu qomusga juda ehtiyoj bor edi. Bu qomus yaratilganiga ancha yillar bo'lgan, ko'p jildli qomus, lekin bugungi kunda o'sha lotin yozuvida qayta uni tayyorlash, ilm fan yangi g'oyalarni unga singdirish va buni o'sha zamon talablariga mos tayyorlashga juda katta ehtiyoj bor edi. Mana shuni qaror bilan belgilangani bizni juda xursand qildi va Fanlar akademiyasi olimlarga katta bu mas'uliyat yuklatildi va ishonamizki, jamoaning, tashkilotning fidoyi olimlari buni yana yuzi yorug'lik bilan o'z amalga oshirasizlar, demak belgilab olgansizlar, rejalar, vazifalar nihoyasiga yetkazadi va institutimizda hozir juda katta bir innovatsiya vazirligi bilan hamkorlikda katta loyiha qilinyapti, ya'ni tilimizning jozibasi. Suhbatlarimizda mana shu loyihalar haqida to'liq ma'lumot berasiz. Nilufar opa, bayram tilaklaringiz, yurtdoshlarimizga fikrlaringiz, mulohazalaringiz dasturimiz tugab boryapti. Darhaqiqat bugungi kun juda ham ulug' bayram. Bu bugun o'zligimizni, ruhiyatimizni, ma'naviyatimizni yana bir karra yurakdan his qiladigan bayram. Bu umum xalq bayrami. Mana shunday ulug' kunlarda, ulug' bayram kunlarida barcha vatandoshlarimizni, tafakkuri teran bo'lgan yoshlarimizni, pedagoglarni barchasini ulug' ayyom bilan yana bir karra muborakbod etaman. Davlatimiz tiliga, ravnaqiga barchamiz ulush qo'shishdan charchamaylik deyman. Rahmat Nilufar opa, hurmatli ekspertlar, rahmat. Bayram bilan sizlarga ham muborakbod etamiz. Juda bir mas'uliyatli vazifadasiz va ushbu ishlaringizga rivoj tilaymiz. Yuqorida aytilgandek, bugungi kunda yurtimizda davlat tilini rivojlantirish, uning nufuz va mavqeini oshirish, xalqaro miqyosda keng targ'ib etishga qaratilgan juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Mana shu mas'uliyatli vazifada hamisha omad yor bo'lsin. Hurmatli teletomoshabinlar, dasturlarimiz davom etadi. Bizdan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xayr, salomat bo'ling.